haqqi haq bo'lishligini o'zi haqqi zohir bo'lishligiga yetarli bo'lmaydi. Balki mana bu haqqi nima qo'llab turadigan orqasida kuch bo'lishlik kerak. Qachon mana shu haqqi qo'llaydigan orqasida kuch bo'ladigan bo'lsa, keyin mana bu kuch haq ro'yobga chiqardi. Mana bu narsani voqelikda ko'rsatib berildi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablari haqda edi, lekin haqligi qachon ro'yobga chiqdi? Badrga kelganda ro'yobga chiqdi. Alloh taolo o'zi aytganda, "Yuhaqqal haqqa va yubtilal batil." Islom jamoatni siz tuzdingiz, qaysi o'zingizni jangingizni e'lon qilganingizdan keyin yoki hukumat sizga siz tarafdan xatarni his qilishlikka boshlagandan keyin, albatta ular sizga nima qilishlikka boshlaydi? Sizga ular tagidan ishlashlikka boshlaydi. Sizni ustingizda rejalar tuzishlikka boshlaydi. Mana shunday paytda nima yoshlar hammasi bu narsadan ehtiyot bo'lishlik kerak va o'zlarini ehtiyotini juda yaxshi olishliklari kerak bo'ladi. Qachon biz davlat qurishlik uchun islomiy jamoatlar o'zini quvvatini, o'zini imkoniyatini, o'zida bor qudratlarni ishlatishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, bir qismini endi islomiy davlat qurgandan keyin o'zini imkoniyatini mana shu davlatni saqlab qolishlik uchun hammasini ishlatishlik kerak bo'ladi. Shaytonga eng og'ir kun qaysi kun? Eng og'ir kun Arafa kuni. Chunki Arafa kunida Alloh taolo katta-katta gunohlarni kechirib yuboradi. Insonlar nima onasidan qanday tug'ilgan bo'lsa, xuddi shundaylikcha begunoh holatda qaytadi. Mana bu 1 yillik qilgan rejasi, 1 yillik sa'y harakatlari zoyi ketganini ko'rgan shayton bu kunda nima bo'ladi? Eng bir xor holatda, eng bir mazlul, zalil holatda ko'rinadi, lekin Badr kunida undan da battar xor bo'lgan. Davlat qurilgandan keyin nima ba'zida yoshlar o'ylashligi mumkinki, davlat qurilgandan keyin bo'ldi, shu bilan biz oxirgi marhala mana shu davlatimizni qurishlik deb o'ylashligimiz mumkin. Endi shu bilan emin erkin yashaymiz deb o'ylashligi mumkin. Shunda yaxshi bilishlik kerakki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga butun arablar hammasi qachon qarshi turishlikka boshladi? Qachon payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davlat tuzgandan keyin arablar hammasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi turishlikka boshladi. Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salam ala rasululloh va alihi va sahbihi va man vala. O'tgan darsimizda kelib qolgan joyimiz boshqaruvga xatar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimaga kelganlaridan keyin, hijratga kelganlaridan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xatarli bo'lishligi va ba'zi sahobalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kechasilarda qo'riqlab turganligi. Hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga "Allohu ya'simuka minan nas" degan oyat tushgandan keyingina payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga ijozat berib yuborgan. Endi albatta bu xususiyat aytdiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'zlarigagina xos Alloh taolo u kishini himoya qilishliklari. Chunki u kishi oxirgi payg'ambar edi, to'g'rimi? Risolatni oxiriga yetkazishlari kerak edi. Shuning uchun Alloh taolo bu risolatni oxiriga yetkazishlikda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni nima o'zi insonlardan saqlab qo'yilishi kerak edi. Xuddi shu narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'ziga emas, balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ashablariga ham xatar bor edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablari nimaga kelgandan keyin, hijrat qilib Madinaga kelgandan keyin aytdik, kofirlar tomonidan tahdidlar bo'lishni boshladi. Bu ochiq tahdidlar. Endi tagdan nima ketyapti? Alloh biladi. Shuning uchun Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu aytadi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va u kishining ashablari Madinaga kelgandan keyin, ansorlar ularga joy bergandan keyin, arablarning hammasi bitta bo'lib ularga qarshi turishlikka boshladi. Ular qachon uxlaydigan bo'lsa, kechasida tunashadigan bo'lsa, qurollari bilan tunashardi va ertalab turgan paytda tong otganda ular qurollar bilan turishardi. Ya'ni bu har bir islomiy jamoatdagi insonlar bilishlik kerak bo'lgan narsaki, islomiy jamoatni siz tuzdingiz, qaysi o'zingizni jangingizni e'lon qilganingizdan keyin yoki hukumat sizga siz tarafdan xatarni his qilishlikka boshlagandan keyin, albatta ular sizga nima qilishlikka boshlaydi? Sizga ular tagidan ishlashlikka boshlaydi. Sizni ustingizda rejalar tuzishlikka boshlaydi. Mana shunday paytda nima yoshlar hammasi bu narsadan ehtiyot bo'lishlik kerak va o'zlarini ehtiyotini juda yaxshi olishliklari kerak bo'ladi. Gohida bizda insonlar shunday o'ylab qoladiki, biz agar islomiy davlat, hozir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam holatlarini ko'radigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi islomiy davlatni tuzdi hisobda. To'g'rimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam islomiy davlatni tuzdi. Aytdiki, davlat nima edi? Yer edi, yer ustidagi insonlar edi va uni boshlig'i va qoidalar edi, to'g'rimi? Qoidani himoya qilishlik edi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni hammasini kelishuvlar bilan, bitimlar bilan tamomiga yetkazib qo'ygandi. Endi xuddi shunday bo'lgandan keyin, davlat qurilgandan keyin
nima ba'zida yoshlar o'ylashligi mumkinki, davlat qurilgandan keyin bo'ldi, shu bilan biz oxirgi marhala mana shu davlatimizni qurishlik deb o'ylashligimiz mumkin. Endi shu bilan emin erkin yashaymiz deb o'ylashligi mumkin. Shunda yaxshi bilishlik kerakki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga butun arablar hammasi qachon qarshi turishlikka boshladi? Qachon payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davlat tuzgandan keyin arablar hammasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi turishlikka boshladi. Undan oldin faqatgina payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rtasidagi kurash kim bilan edi? Qurayshning o'zi bilan edi. Qachon davlat tuzgandan keyin atrofdagi qabilalar hammasi bundan o'zlariga xatarni his qila boshladi va Qurayshga qo'shilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hammasi qarshi turishlikka boshladi. Shuning uchun bilishlik kerakki, qachon biz davlat qurishlik uchun islomiy jamoatlar o'zini quvvatini, o'zini imkoniyatini, o'zida bor qudratlarni ishlatishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, bir qismini endi islomiy davlat qurgandan keyin o'zini imkoniyatini mana shu davlatni saqlab qolishlik uchun hammasini ishlatishlik kerak bo'ladi. Ya'ni siz chunki davlat qurganingizdan keyin sizga butun olam hammasi bitta tarafdan bo'lib turib, bir taraf bo'lib turib sizga qarshilik qiladi. Chunki sizni xataringizni his qilishlikka boshlaydi. Chunki siz yangi nizomsiz, siz yangi jamiyatsiz, siz yangi yangi jamoatsiz, yangi davlatsiz. Mana bu narsalar ularni xavf-xatarga soladi. Shuning uchun doim biz o'ylashligimiz, ya'ni yaxshi bilishligimiz kerak bo'lgan narsa, biz davlat qurguncha bo'lgan vaqt ichidagidan ko'ra davlat qurgandan keyin biz o'zimizni imkoniyatlarimizni ko'proq sarflashligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni davlat qurishlik bu bizni oxirgi davlat qurib olishligimiz, davlat miqyosiga yetishligimiz bu bizni oxirgi yetib kelgan joyimiz emas, balki yangi marhala uchun yangi bitta markaz hisoblanadi. Ya'ni yangi marhala uchun yo'l ochilayotgan bir holatga yetib kelgan bo'lamiz. Bundan keyingi holat oldingi holatdan ko'ra qattiqroq bo'ladi va qiyinroq bo'ladi. Davlatni tuzishlik bilan aytganimizdek oxirgi holatga yetib kelmadik, balki jihad qiyomatgacha davom etadi va insonlar o'rtasidagi kurashlik, demak, haq bilan botil o'rtasidagi kurash bu o'sha Odam alayhissalom yaratilgandan boshlangan bo'lsa, insonlar o'rtasida qiyomatga qadar o'sha Dajjal chiqib Iso alayhissalom tushgunga qadar mana shu davom etadi. Bu degani biz qaysi holatda bo'ladigan bo'lsak ham, jamoat holatda bo'ladigan bo'lsak yoki davlat holatda bo'ladigan bo'lsak yoki undan kattaroq xilofat holatga yetdik degani, bu degani biz tinchlik, osoyishtalikda yashaymiz degan narsa yo'q. Balki har bitta vaziyatimizni, har bitta holatimizni, jamoat holatimizda o'zimizni qiladigan ishlarimiz bor, bizga ro'para keladigan, oldimizda bo'ladigan to'siqlar bor. Xuddi shunday davlat bo'lganingizda o'zingiz oldingizda to'siqlar bor, sizga keladigan xatarlar bor, sizda qiyinchiliklar bor. Bu paytda o'zingiz qiladigan ishlaringiz bor. Xuddi shunday xilofat quriladigan bo'lsa ham xuddi shunday. O'zini har bitta marhalani o'ziga yarasha qiyinchiliklari, o'sha o'zi talab qilgan, bizdan talab qilgan javobgarliklari va burchlarimiz bo'ladi. Endi jangni e'lon qilishlik. Aytdikki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kofirlar tomonidan xatar bo'lishlikka tahdid boshlandi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Quraysh kofirlari tarafidan tahdid jo'natildiki, sizlarni bizni qo'limizdan chiqib ketganinglar va borib turib Madinaga Yasribga o'rnashganinglar sizlarni aldab qo'ymasin. Biz yaqinda sizlar tarafga yuramiz va sizlarni tak tugiylar bilan sug'urib tashlaymiz. Sizlarni ko'kargan narsa qoldirmaymiz sizlardan. Hammasini yo'q qilamiz. Tak tugiylar bilan sizlarni yo'qotamiz degan tahdidlar bo'ldi. Va xuddi shunaqa paytda o'zida nima qildi? Yasribliklarga nisbatan tahdidlar bo'ldi va bu tahdidlar Yasribliklarni qo'rqitdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi odamlarni yig'ib keldi. Hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni o'zlari chiqib turib, o'zlari to'xtatishlikka qildi? Muvaffaq bo'ldi. Agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni hikmatlik ravishda to'xtatmagan bo'lganda mumkin kuchli qonlar to'kilgan bo'lardi va islomiy davlat qurilishlikdan oldin mana shu joyi o'zida yo'qolishligi mumkin edi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hikmatlari mana buni oldini olib qoldi. Demak, endi bu yerda modomiki kurash bor ekan, kofirlar tomonidan tahdid qilinyapti. Kofirlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ustiga yurishlik uchun harakatlarini qilyapti. Demak, endi jangdagi eng yaxshi taktika nima? Hujum eng yaxshi himoya hisoblanadi.
himoya qilishlik kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarini himoya qilishlik kerak. Chunki ular tarafdan ochiq tahdid bo'lyapti, xatar bo'lyapti. Ular o'zlarini aytgan narsasida hazillashayotgani yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ozgina oldin o'ldirmoqchi edi. Bu narsalarida ham ular bu narsani jiddiy aytgandi. Ya'ni bu narsaga qat'iy qaror olingandi. Endi xuddi shunaqa ekan, demak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni ular qachon jang qilish kerak ekan deb ularni kutib o'tirishlik kerak emas edi. Eng yaxshi himoya aytganimizdek bu hujum qilishlik edi. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qurayshni asosiy jon tomiri bo'lgan karvonlarga qarshi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini ashoblarini jo'natishlikka boshladi. Badr jangigacha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 8 ta sariya jo'natgan. 8 ta sariya jo'natgan. Buni hammasi Qurayshni nimalariga, karvonlariga qarshi. Endi bu yerda buni ichida Karaz ibn Jobir al-Fahriyya ga qarshi jo'natilgan ansorlar tarafidan jo'natilgan nimalar bor. 20 kishidan iborat bitta sariya bor. Uni qissasini bilasizlar. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga islomini zohir qilib, ya'ni islomini oshkor qilib kelishadi. Islomini oshkor qilgandan keyin Madinada bir kasallik tarqagan bo'lib, qorin ishib ketadigan kasallik. O'shani nima qilishlik uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ijozat so'raydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni sadaqalarga yig'ilgan, ya'ni zakotga yig'ilgan tuyalar bor joyga jo'natgan paytda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashoblarini o'ldirib turib, nima bittasini o'ldiradi, bittasi yarador bo'lib qoladi, tuyalari olib qochib ketadi. Shunda yarador bo'lgani Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib bo'lgan voqeani aytganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldida o'tirgan 20 ga yaqin ansorlar bo'ladi. Shunda o'shalarni jo'natadi. Ya'ni bu ham nima holat? Qaraydigan bo'lsak, zarurat holat. Ya'ni boshqa imkon bo'lmagan. Ya'ni uni kutib o'tirib yoki boshqa lashkar yig'ib o'tirishlik qiyin bo'lganligi uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atrofidagi kishilarni o'zigina jo'natib kifoyalangan. Lekin bundan tashqari hamma sariyalarda faqatgina muhojirlar nima qilgan, qatnashgan, lekin ansorlar qatnashmagan. Endi faqatgina muhojirlarning o'zini qatnashligini bir necha sabablari bor edi. Chunki birinchidan ansorlar bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rtasida kelishuv bo'lgan kelishuv qanday kelishuv edi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tashqaridan dushman keladigan bo'lsa, o'zlarini, ayollarini, farzandlarini nimadan himoya qiladigan bo'lsa, shu narsadan himoya qilishlik va'dasini berishgandi. Mana shu narsaga ahdlashgandi. Endi hozirgi bu bo'layotgan sariyalar, jo'natilayotgan sariyalar hammasi Madinadan tashqariga jo'natilyapti. Shuning uchun birinchidan bu nima, ansorlar bu narsada majbur emas edi. O'zlarini odamlarini jo'natishlikka yoki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni nima deydi, chiqarishlikka haqli emas edi bu holatda. Ikkinchisi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari 13 yil davomida faqatgina qo'llarini tiyishlik, jangga kirishmaslikka vasiyat qilib kelingandi. Ularni qiladigan ishi birinchi marhaladagi jihod nima edi? Kofirlardan qo'lni tiyishlik edi. Demak, endi 13 yil davomida bular hech qanaqa janglarga kirgani yo'q. Qo'llariga qurol olib turib, kofirga qarshi yoki bironta kofirga yoki qaysidir dushmanga qarshi o'zlari nima qurol ko'tarib chiqqani yo'q. Endi bu narsa nima qiladi? Ularni zaiflashtiradi bu narsa. Ya'ni askariy maydonda zaiflashtiradi. Yana bitta sababi bu narsada, shu ikkinchi sababi, demak, mana shunday holatda bo'lgan sahobalarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytib ularni askariy holatini tiklashlik kerak edi. Askariy holatini tiklashlik. Endi uchinchida yana bilishlik kerak ediki, Qurayshga ansorlarni jo'natmasligi, faqatgina muhojirlarni jo'natishligini sababi Quraysh bilishlik kerak ediki, mana bu yerdan chiqib ketgan, kecha senlarga qurol ko'tarmasdan turgan odamlarni qurol ko'tarilmaslik sababi bu senlardan qo'rqqanligi emas yoki senlarni katta sanaganligi emas, balki bularning turishligi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarafidan buyruq bo'lganligi uchun, Alloh taolo tarafidan jangga ijozat bo'lmaganligi uchun bu turgandi. Lekin bular haqiqatda kuchligi, bularga bir qadam qo'yishlikdan oldin, bular bilan ro'para bo'lishlikdan oldin sen necha marta o'ylab ko'rishing kerak degan nima fikrni, risolani ularga yetkazib qo'yishlik kerak edi. Yana bundan tashqari Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablariga ular Makka da zulm qildi. To'g'rimi? O'zlarini yurtidan chiqardi, o'zlarini mollarini olib qo'ydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablariga Makka da turgan paytda kun bermadimi? Endi bularga nima qilishlik kerak edi? Mana bu qilgan ishlarini oqibatini ko'rishlik kerak edi. Mana shu qilgan ishlarini mevasini bular bir totib ko'rishlik kerak edi. Mana shu sababdan ham nima qilindi? Faqatgina bu narsada muhojirlar ishlatildi. Haqiqatda muhojirlarni ularga nisbatan nimasi ham bor edi, nima deydi, qalblarida
adovatlari ham bor edi. Ular bu qilgan ishlari yurtlaridan chiqarishlik, ibodatlariga to'sqin qilishlik, dinidan qaytarishlik uchun harakatlari albatta musulmonlarga bu og'ir botgandi. Buning uchun musulmonlarning qalbida ularga nisbatan adovat bor edi. Bu narsani nima qilishlik kerak edi? Ularga bir tottirishlik kerak bo'lardi. Endi xuddi shunday ekan, demak, islomiy jamoatlar qaysidir paytlarda o'zlarining faoliyatini yurgizishlik uchun agarchi Madinaning holati bo'lmasa-da, qaysidir davlatlar bilan, ya'ni qaysidir o'zi islom dushmani bo'lsa-da, lekin sizni davlatingizga nisbatan o'zini siz bilan hamkorlik qilishda qandaydir manfaati siz bilan o'rtada uni ham manfaati siz bilan birga bo'lib qoladigan bo'lsa, ana shunday holatlardan foydalanib turib, o'sha davlatlardan foydalanib o'zimizni turgan o'zimizni yurtlarimizdan chiqargan joylarga qandaydir faoliyatlarni olib borish kerak. Xuddiki nima qilgandek Qurayshga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinada turib qilgandek. Demak, bu nimani olib keladi? O'sha davlatlar bilan qandaydir kelishuvlar qilishlikka qandaydir kelishuvlar qilishlikka bizdan talab qiladi. Endi bu paytda nima, yoshlar mana bu narsani to'g'ri tushuna olishlik kerak. Albatta, hammasi dushman bo'lsa-da, lekin dushmanlar aytib o'tganimizdek oldingi darslarda dushmanlar bir-biridan farqli. Agarchi biz hamma kartalarimizni ularga ochib tashlamaymiz, lekin bir paytda o'zida o'zimizning manfaatimizga xizmat qiladigan darajada ulardan foydalanishlikka bilishligimiz kerak bo'ladi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashoblarini o'sha jangdan oldin ajrashliklari, ya'ni bu nima, o'zlarini ko'rinishlarini, o'zini yurishida, turishida har bir narsada payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ajrashliklari. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytda Madinaning ahllaridan bittasi kim edi? Yahudlar edi. Yahudlarda ikki bosqich o'tdi. Birinchi bosqich yahudlar bilan muomala qilishlikda, yahudlar bilan chiroyli muomala qilishlik. Nimaga? Chunki ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishlikdan oldin arablarga, Avs bilan Xazrajga nima derdi? Yaqinda Alloh taolo bitta payg'ambarni jo'natadi. Mana shu payg'ambar bilan biz orqasida turib jang qilamiz. Senlarni hammangni irim va otni qanday qirilgan bo'lsa, shunday qirib tashlaymiz senlarni deb turib aytardi. Va Alloh taolodan mana shu oxirgi payg'ambarni jo'natishligini va o'shanga iymon keltirib o'sha bilan turishligini Alloh taolodan so'rab duo qilardi bular. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan paytda bular nima qildi? Birinchi shunga kofir bo'lgan kishilardan bo'ldi. Lekin shu paytda o'zida birinchi marhala ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kelishligini, ya'ni oxirgi payg'ambar chiqishligini kutarmidi? Ular kutardi. Endi ularda demak birinchi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan paytdagi qilgan ishlari shoyatki bular islomga hidoyat bo'lib qolsa degan umidda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular bilan nimada bo'ldi? Yaxshi muomalada bo'ldi, chiroyli muomalada bo'ldi. Lekin ular islomga o'zlarining adovatini e'lon qilib, islomga qarshi kurashlarini boshlagandan keyin endi ularga nisbatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mavqifi o'zgardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga nisbatan pozitsiyalari o'zgardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi ular bilan hamma narsada nima qilishlikka, ochiq ulardan ajrashlikka harakat qilishlikka boshladi. Bundan birinchisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka ga kelgan paytda, ya'ni nimani, namozni qachon vojib bo'lganligida ixtilof bor. Bilasizlar, ba'zilarda 5-yilda, ba'zilarda 10-yilda, ba'zilarda 12-yilda, ba'zilarda 13-yilda, shunga ko'ra, ya'ni Merojda ixtilof bor. Endi umuman olganimizda qaysinisi bo'lganda ham, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga namoz vojib bo'lgandi. Namoz farz bo'lgandi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozni qayerga qarab o'qirdi? Birinchi qibla Baytul Maqdisga qarab o'qirdi. Endi bu nima, yahudlarning qiblasi ham Baytul Maqdis edi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi marhalada bunday qilishligi yahudlarni xursand qilardiki, demak ularni olib kelgan dini bularga muvofiq. Va xuddi shunaqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yahudlarni musulmonlar ko'rdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablari yahudlarni Oshiro kunini ro'zasini tutayotganini ko'rib turib, ulardan so'ragan paytda Iso alayhisalomga Alloh taolo, Musa alayhisalomga Alloh taolo najot bergan kun deganda, bunga sizlardan ko'ra biz haqliroqmiz deb turib, Oshiro kunini ro'zasini tutishlikka boshladi. To'g'rimi? Tutishlikka boshladi. Endi bu narsalarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hattoki soch tarashliklarda bo'lsin, hatto ko'pgina yurishlikda, turishlarda yahudlar bilan bir xil edi. Keyin ular o'zini adovatini boshlagandan keyin nima qildi? Birinchi o'zgarishlik, ya'ni yahudlar bilan bular o'rtasida bo'lgan birinchi ajrashlik nimasida bo'ldi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgandan keyin 16 yoki 17 oy Baytul Maqdisga qarab o'qidi. Undan keyin birinchi ajrashlik aytganimizdek qiblada bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi nimalarda, rivoyatlarda Bani Salamani masjidida turgan paytda bo'ladi. Masjidda turgan paytda oyat nozil bo'ladi. Oyat bo'lardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga oyat nozil bo'lib turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Baytul Maqdisdan Ka'baga o'zgartiradi.
Ka'baga o'zgartiradi. Ba'zilarida Baro ibn Ma'rur roziyallohu anhu uylarida bo'lgan paytda bu oyat nozil bo'ladida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiblani o'zgartiradi. Bilasizlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytda Baytul Maqdisga qarab namozni o'qirdi. Lekin xuddi shu paytda o'zida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkaga o'zgartirishlikni nima qilardi? Umid qilardi, qalbidan xohlardi. Va buni hattoki Jibril alayhissalomga ham bu narsani aytganda, Jibril alayhissalom aytganki, bu narsa meni qo'limda emas, meni qo'limda emas. Men faqatgina qulman, Robbim buyurgan narsani qilaman. Bu narsani sen Robbingdan duo qilib so'ragin degan narsalarni aytgan. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Robbisidan yolvorib so'raydi va Alloh taolo ijobat qiladi bu narsaga. Nima qiladi? Va oyat nozil bo'ladiki, qad nara taqallubu wajhika fis sama. Biz sizni osmonga yuzingizni o'girayotganingizni ko'ramiz. Falunvalliyannaka qiblatan tardoha. Siz o'zingiz rozi bo'ladigan qiblaga biz sizni burib qo'yamiz. Favalli wajhaka shatral masjidil harom. Masjidil harom tomonga siz o'zingizni yuzingizni buring degan oyat nozil bo'ldi. To'g'rimi? Oyat nozil bo'ldi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam demak Madinaga kelishlikdan Madinaga kelgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkaga yuzlanishlikka xohlardi, lekin Baytul Maqdisga qarab o'qirdi. Oxiri Alloh taolo mana shu oyatni nozil qilib turib, birinchi o'zgarishlik, birinchi yahudlar bilan yurish-turishda ajralishlik mana shu joydan boshlandi. Endi bu narsada yana bitta nima bor ediki, endi bularni birdaniga nima qilib qolishligi, Makkadan Baytul Maqdisdan Ka'baga qarab qolishligi o'zidan o'zi xursand qilgani yo'q. Kofirlar tarafidan ham bu narsaga e'tirozda bo'ldi. Xuddi shunaqa yahudlar tomonidan ham e'tirozlar bo'ldi. To'g'rimi? E'tirozlar bo'ldi. Unda munofiqlarni aytayotgan narsasi nima deydi? Munofiqlar aytayotgan narsasi aytayaptiki, agar deydi qibla oldingisi haq bo'lgan bo'lsa, bular haqni tashashdi. Agar keyingisi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, demak ular oldin botil deydi, deyapti. Nimalar bo'ladigan bo'lsa, yahudlar ham bo'ladigan bo'lsa, bu narsada ularga to'xtab turgani yo'q. Ular ham gapirishni boshladi. Shunda Alloh taolo oyatni nozil qildiki, nima? Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Qul lillahil mashriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Ya'ni insonlardan aqli raso bo'lmagan kishilar aytishadiki, nima bo'ldi buni qiblasidan burgan narsa nima deb turib aytishadi. Sayaqulu sufa minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. O'zlari turgan qibladan bularni nima burdi deb turib aytishadi. Aytingki, mashriq va mag'rib Alloh taoloniki. Inson Alloh taolo o'zi xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Demak, bu narsada musulmonlarga ham, kofirlarga ham hammaga birdaniga nima bo'ldi? Bu imtihon bo'ldi. Musulmonlar bo'ladigan bo'lsa, bu hammasi Alloh taoloning nazdidan biz iymon keltirdik deb turib, namozda turgan holatlarini o'zida ikkilanmasdan turib shunday burilishdi. Lekin aytganimizdek kofirlar, mushriklar, munofiqlar va yahudlar mana bu narsaga qattiq e'tiroz bildirishdi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bu qiblaga burilishlikda yana bitta hikmatlaridan bittasi nima edi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ashablari Makkaga burildi. Demak, Makkaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablarini yanada nimasi ortardi, bunun bilan shavqi ortardi. Demak, bu bizni qiblamiz bo'lib turib, bu qibla butparastlar qo'lida turibdi ekan, biz butparastlar qo'lidan buni qutqarishligimiz kerak degan nazariya ularda paydo bo'lardi. Mana bunday qarash paydo bo'lardi. Oldin ular o'zini vatani, bizni shu yurtdan bular chiqarib olgan, biz buni qaytib olishligimiz kerak, kufrdan buni qutqarishligimiz kerak deydigan bo'lsa, endi bularning qarashi ikkinchi marta o'zgaryaptiki, qanday qarashlik? Ham buni kufrdan qutqarishlik kerak, ham bu bizni muqaddasotlarimizdan bitta muqaddasot, bo'lib ham bizni qiblamizni bularning tagida qolishligi, qo'l ostida qolishligi bu biz uchun to'g'ri kelmaydigan narsa. Demak, biz bunga nima yanada qattiqroq harakat qilishligimiz kerak degan qarashni ularda zehnida paydo qilardi. Va xuddi shunaqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yahudlardan ajraladigan narsasi nafaqat nimada, namozda bo'ldi. Balki aytganimizdek ro'zada ham bo'ldi. To'g'rimi? Oshiro kunini tutardi, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga agarchi ro'za oldingi ummatlarda bo'lsa-da, Alloh taolo aytgandek, kama kutiba alallazina min qablikum kutiba alaykumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum, sizlardan oldingilarga qanday farz bo'lgan bo'lsa, sizlarga ham farz bo'ldi deb turib aytilganda, demak oldingi ummatlarda
ro'za farz bo'lgan. Lekin nima boshqalaridan farqli bo'ldi. To'g'rimi? Farqli bo'ldi. Bu farqli bo'lishligi Ramazonda bo'lishligi. Endi Ramazonda bo'lishligi mumkin, ularda qaysidir oyda bo'lgan bo'lishligi mumkin-da, lekin Ramazonda bo'lmasa ham, lekin ulardan yana ajrab turadigan narsa kim? Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kim mana shu oyda hozir bo'ladigan bo'lsa, nima qilsin? Ro'zani tutsin. Bu oyga Alloh taolo, ya'ni Qur'on nozil bo'lgan oy deb turib, Alloh taolo atashligi demak nima? Boshqalardan ajrab turadigan sifatlar edi. Va xuddi shu paytda o'zida bu narsa ro'zaga yoki nimaga cheklangani yo'q. Oldin umumiy nima? Sadaqa qilishlikka, umumiy infoq qilishlikka da'vat qilinardi, lekin xuddi shu paytda o'zida hali zakot vojib bo'lmagan. Endi zakotni vojib bo'lishligi, zakotni o'zini nisobi bilan qaysi narsadan olinadi, qaysi narsadan olinmaydi va qanday nisobga yetadigan bo'lsa, qaysi miqdorga yetsa, bu narsalarning to'liq bo'lishligi, yana bu narsa nima qildi? Ya'ni kufr olamidan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yahudlari shariatidan nima deydi? Boshqacha bir shariatda ekanligini, bu narsani nima ochiqlikcha ajratib berdi. Demak, mana bu hammasini qaraydigan bo'lsak, Badrdan oldin bo'layotgan holatlar va Badr uchun nima tayyorgarlik ketyapgandi. Badr uchun tayyorgarlik ketyapgandi. Demak, deydi, ba'zi jamoatlarni ko'radigan bo'lsangiz, jang paytlarida o'sha jamiyatdan ajrab qoladi, qaysidir shiorlarni ko'tarishlik bilan va qaysidir kiyimlarni kiyishlik yoki qaysidir holatlar bilan ajrab qolishligini ko'rishligingiz mumkin. Badrdagi yo'liquv, bir-biriga yo'liqishlikdagi hal qilishlik va bu kundagi Furqon. Furqonni bilasizlar endi. Haq bilan botilni o'rtasini ajratishlik. Bu kundagi Furqon nima edi? Haq bilan botilni ajratishlik edi. Bu kundagi Furqon haq bilan botilni o'rtasidagi edi. Qaysi haq bilan botilni? Yer yuzida insonlarga ibodat qilishlik, shaxslarga ibodat qilishlik, havoy nafsga ibodat qilishlik bilan Alloh taoloning shariatiga ergashishlik, Alloh taoloning o'ziga ibodat qilishlik o'rtasidagi haq bilan botilni o'rtasini ajrashligi bu islomiy jamiyatni ajrashligi edi, kofir jamiyatdan ajrashligi edi. Mana shu kungacha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari sabr qilib kelgan bo'lsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablariga zulm qilgan odamlarni kechirishlik, ulardan tiyilishlik, ularga nisbatan qo'zg'almaslikka Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari vasiyat qilib kelingan bo'lsa, endi bu kunga kelgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablariga jang qilishlikka ijozat berildi. Nafaqatgina jang qilishlikka ijozat berishlik, balki jang uchun harakat qilishlik, oldinga intilishlikka ijozat berildi. Ya'ni mana bu kun demak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nimalarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablarini bilan kofirlar o'rtasidagi yoki islomiy harakatni yo'nalishidagi nima edi? Haq bilan botilni ajrashishlik edi. Ya'ni bularning yo'lidagi endi nima? Yangi bir yo'nalish edi. Endi bu paytda nima? Shariatni vujudga kelishligi, yangi islomiy jamiyatlarni vujudga kelishlikdagi haq bilan botilni ajrashishligi edi. Endi bu degani yangi islomiy davlatni vujudga kelyapti degani edi. Nafaqatgina bu Arab jazirasida, balki butun dunyoda o'zi nima qilishlik, Rum, Forslarga ta'sir qiladigan bitta nima bo'ldi? Ovoza bo'ldi. Mana bu narsa demak islom tarixidagi yo bashariyat tarixidagi birinchi nima edi? Haq bilan botilni ajrashishligi edi. Ya'ni bu haq bilan botilni ajrashishligi, ya'ni buni Furqonni bo'lishligi, ya'ni nima deydi? Shu kungacha bo'lgan o'lchamlarda odamlarning o'lchami askariy maydonda nima bilan o'lchardi? Odamlarning ko'pligi bilan va tayyorgarlikka kuchli bo'lishligi bilan o'lchanardi. G'alabani kelishligi. G'alaba nima bilan bo'ladi? Odamning ko'pligi bilan va qurol-yaroqda yaxshi qurollangan bo'lishlik va kuchli bo'lishlik bilan o'lchanardi. Lekin mana bu narsa nimani ko'rsatib berdi? Bu o'lcham to'g'ri emasligini ko'rsatib berdi. To'g'rimi? Haq bilan botilni o'rtasidagi nima ajratib beruvchilik mana shu narsada ko'rindiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari chiqqan paytda kofirlar ko'pgina otliqlar bilan kelganda, tuyalar va ko'p tayyorgarlik bilan, lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablarida bittagina ot bor edi. U ham bo'lsa Miqdod ibn Aswad roziyallohu anhu da bittagina ot, u ham oq-qora ot edi. To'g'rimi? Bularda boshqa hech qanaqa ulov bo'lmasligi, lekin shu bilan birga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari jangi tayyorgarlik ko'rmagan holatda jangi tayyorgarlik ko'rgan kishilarni yutib qo'yishligi, demak bu nima? O'lchamlardagi haq bilan botilni ajrashlik edi.
Demak, bunda yana shunday tushunchalarda ajralishlik kerak ediki, ya'ni bu Qur'on sunnat olib kelgan narsa, bu dinimiz voqea bo'lgandan keyin bu voqea faqatgina nazariya bilan nima voqelikka yo'liqmasdi. To'g'rimi? Voqelikka o'ziga munosib, boshida aytib o'tganimizdek, o'ziga munosib bo'lgan vasilalar bilan yo'liqishlik kerak edi. Endi haqqi haq bo'lishligini o'zi haqqi zohir bo'lishligiga yetarli bo'lmaydi. Balki mana bu haqqi nima qo'llab turadigan orqasida kuch bo'lishlik kerak. Qachon mana shu haqqi qo'llaydigan orqasida kuch bo'ladigan bo'lsa, keyin mana bu kuch haq ro'yobga chiqardi. Mana bu narsani voqelikda ko'rsatib berildi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablari haqda edi, lekin haqligi qachon ro'yobga chiqdi? Badrga kelganda ro'yobga chiqdi. Alloh taolo o'zi aytgandek, liyuhaqqal haqqa va yubtilal botil. Botil qachon botilligi ko'rindi? Qachon haqqi yo'liqqan paytda. Shuning uchun nima qilishlik kerak edi? Haqligi ko'rilishi uchun uni orqasida kuch bo'lishlik kerak edi va mana bu kuch botil bilan ro'para kelishlik kerak edi. Mana bu bilan nima to'qnash kelish kerak edi va to'qnash kelgan paytda mana bu haqligi botilligi ko'rindi. G'alaba nafaqatgina insoniyat musulmonlar olamida, ya'ni insoniyatda musulmonlar o'zigina xursand bo'lib qolmay, hattoki bu narsa jinlar olamida, hattoki farishtalar olamida ham mana bu katta xursandchilik nishonlandi. Badrning g'alabasi nafaqat insoniyatning o'rtasida, faqat mu'minlar o'rtasida bu xursandchiligi nishonlangan narsa, balki jinlar olamida ham va farishtalar olamida ham mana buni xursandchiligi nishonlangan bir g'alaba bo'ldi. Mana bu g'alaba bilan Alloh taoloning bergan va'dalari ro'yobga chiqdi. Bir necha yil oldin nima bo'lganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka da turgan paytlarida Rum bilan Fors o'rtasida kurash bo'lgandi. Kurash bo'lgan paytda Fors yutib chiqqandi. Shunda makkaliklar aytgandiki, bu rumliklar kitob ahli, bu forslar bo'lsa butparast, ular bizga yaqin, bular senlarga yaqin, lekin senlarga yaqin bo'lgan qavm yutkizdi. Ya'ni rumliklar yutkizdi, demak senlar ham bizga yutkizilsan degan narsa bor edi. Xuddi shu paytda hattoki Abu Bakr roziyallohu anhu ba'zi kofirlar bilan garov o'ynagandiki, bir necha yillar ichida Fors ustidan Rum g'alaba qiladi degan narsalarni aytgandi. Endi xuddi shu narsa deydi, o'zi aslida haqiqatda o'zini eng tub-tubidan qaraydigan bo'lsak, bu ma'noga Rumni Fors ustidan g'alaba qilishligi bu yerda qasd qilinganmidi yoki kofirlar ustidan musulmonlarni yutug'i qasd qilinganmidi desa, balki buni taktubida yotgan narsa musulmonlarni kofirlar ustidan g'alaba qilishlik edi. Va xuddi shunday musulmonlarni kofirlar ustidan g'alaba qilib, g'alabani nishonlayotgan paytda Rumni Forsni ustidan g'alaba qilganlik xursandchiligi keyin yetib keldi bu narsada. Lekin bu yutuqlik nima edi? Ikkinchi darajali xursandchilik. Bu xursandchilik ikkinchi darajali xursandchilik edi. Balki musulmonlar o'zini kofirlar ustidan qilgan g'alaba bu birinchi darajali xursandchilikka aylandi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nimalari g'alabalari bilan Alloh taoloning nimasi va'dasi ro'yobga chiqdi. Alloh taolo o'zini va'dasini ro'yobga chiqirdi, musulmonlarni kofirlar ustidan g'olib qildirdi, xuddi shunday ahli kitobni Fors ustidan g'olib qildirdi. Aytganimizdek, lekin bundagi eng katta ma'no bu musulmonlarni kofirlar ustidan nima qilishlik edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda endi bu aytganimizdek ikkita yo'nalish o'zgardi. Badrga kelgan kofirlarni 27 ta kattasini 20 tasi taqriban nima qilgandi? O'lgandi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu 20 tasini quduqqa tashlagandi. Bularning ichida bir nechasi qutulib qoldi, lekin bularning qutulib qolganlarining ham ko'pchiligi islomga Alloh taolo hidoyat qildi va islomni qabul qilishlikka muvaffaq bo'ldi. Demak, mana bu umuman o'zgarishlik nafaqatgina bir maydonda, balki bir necha maydonlarda bu nima o'zgarishlar bo'ldi. Haq bilan botil o'rtasidagi ajrashlik mana shu hamma maydonlarda ko'rinishlikka boshladi. Hattoki bu nima o'zgarishlik shaytonga ham ta'sir qildi. Shaytonni aytdik. Shayton bir necha yil oldin, 1 yil, 2 yil oldin nima qilgandi? Musulmonlar ikkinchi bay'ati aqabada bay'at qilayotgan paytda, ikkinchi aqabani bay'atini qilayotgan paytda shayton chidab tura olmay baqirib yorgandi. To'g'rimi? Baqirib yorgandi. Endi shaytonga eng og'ir kun qaysi kun? Eng og'ir kun Arafa kuni. Chunki Arafa kunida Alloh taolo katta-katta gunohlarni kechirib yuboradi. Insonlar
nima onasidan qanday tug'ilgan bo'lsa, xuddi shundaylikcha begunoh holatda qaytadi. Mana bu 1 yillik qilgan rejasi, 1 yillik sa'y harakatlari zoyi ketganini ko'rgan shayton bu kunda nima bo'ladi? Eng bir xor holatda, eng bir mazlul, zalil holatda ko'rinadi, lekin Badr kunida undan da battar xor bo'lgan. Xor bo'lgan. Nimaga? Chunki bugungi kunda islom insoniyat uchun shayton harakat qilayotgan narsalarga zid o'laroq islomiy jamiyat paydo bo'ldi. Islomiy davlat paydo bo'ldi. Endi bu shaytonni qilayotgan rejalarini puchga chiqaradigan davlat paydo bo'ldi. Islomiy davlatning ichida odamlar ko'p gunohlarni qilishlikdan islomiy davlat to'sib turardi. Endi demak bu shaytonga ham nafaqatgina nima deydi insonlarga, hattoki shaytonga ham eng qattiq ta'sir qilgan va nimada bu shaytonlar olamida ham eng katta burilishliklardan bittasi bo'ldi. Nima? Haq bilan botilni o'rtasida ajrashlik bo'ldi. Hattoki bu aytganimizdek farishtalar olamida ajralishlik bo'ldi. Aytadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablaridan Jibril alayhissalom so'rayaptiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni, sizlar o'zingizlar ichinglardagi Badr ahlini qanday sanaysizlar desa, biz bularni eng yaxshilari hisoblaymiz desa, Jibril alayhissalom aytayapti, bizni ichimizda ham mana shu Badrda qatnashgan malaikalar boshqa malaikalar ichida eng afzali hisoblanadi deyapti. Nafaqatgina bu yer ahlidan bo'lgan odamlar eng afzal insonlar hisoblandi, balki farishtalardan bo'lgan kishilar ham, farishtalardan mana shu Badrda qatnashganlari ham farishtalarning eng afzali bo'ldi. Demak, mana bu ajrashlik bitta o'rinda emas, butun nima deydi? Butun borliqda ajrashlik bo'ldi. Butun borliqqa bu narsa ta'sir qildi.